Xudo xohlasa mana boshladik. Ikkita benzapila. Birinchi vipskasidan. Olganimga bilmayman. Xudo xohlasa 5 yildan ham oshdi. 10 yil, 15 yil bo'ldi. Даже undan ham ko'p bo'lgan bo'lsa kerak. 2 marta, 3 marta ko'rsa qurdim. Genza polshani almashtirdim. Hozir yana ko'rsa polshani almashtiryapman. Mana mayda uryapti. Ko'rsani ko'rdilarmi? Genza polsha. Zavodni tortilmayapti deyishib. Birovga berdim. Zavodni tortilmayapti dedim mana. Aylanmayapti deydi. Kelib magnitni aylantirsam aylandi. Keyin qisilib qoldi. Keyin gilzani chiqarib hozir qarordim mana shu ahvol mana. O'zi aniq edi u. Mana magnit aylanmagandan keyin значит u yo ko'rsasini ketgan bo'ladi yoki urgangan bo'ladi. Polsha yorilib ketgan bo'ladi. Yo gilza. Qisqasi gilza ham o'lgan, hozir polsha ham o'lgan. Endi hozir yana bitta bunaqa bor. Benzapila eski. Mashina hozir agar nima olsa ko'raman. Olib mashina ko'rsa polshani qo'yaveraman. U ishlasdi u. Endi uni zapchasi ishlataveraman. Mana uni ichini ham bir qator qaraymiz. Hozir endi bir yedik chiqib qoldi. Ashish chiqib kelib turib, lekin buni qolganini davom etkazamiz shunda xohlasa. Dinamik simlari ham ochilib ketgan, bularni ham yangilaymiz. Izolyatsiya qilib tozalaymiz, chiroyli qilib, tozalab